Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi videomizda tom yopish haqida bo'ladi. Ya'ni 2026-yilda temir qori firmalar tom yopish xizmati qanchadan bo'lyapti? Narxini yoritib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qoratepa qishlog'idan bo'lyapti. Ya'ni Kaminterli qishlog'i shu yonginasidan Qoratepa qishlog'idan bo'lyapti. Xizmatlar esa butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqib turasizlar. Videomizni boshida bittadan laykni bosib, shunaqangi zavod, fabrika, undan tashqari xonadonlarda, o'quv markazlarida, bog'chalarda, maktablarda tomini yopib turgan tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Hozir esa usta akamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Usta aka yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Xo'sh, qo'llaring dard ko'rmasin. Xalq xizmatidan aka. Chiroyli qilishib, zamonaviy qilib, baquvvat tomlar yopib beryapsiz aka, usta aka. Birinchi o'rinda mana shu ro'zg'orga kerak bo'ladigan temir qorilar narxini yoritib beraylik. Eng arzoni qanchadan boshlanadi? Aka, eng arzoni 160 ming so'mdan boshlanyapti. Ma'noda, qayta 90 mingni aytdingizmi? Ha. Onda firmamiz ham bor. 90 mingdan 230 minggacha. Tushundim. Mana shu ko'rib turgan qorilar aka. 25, 30, 35, 38 bo'ladi. Narxi bir xil bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan 6 ga 6 dan bo'ladigan firmalarimiz 1 metr narxi 160 mingdan 230 minggacha bo'lyapti. Ha, mana shu holatda bo'lsa 160 mingdan 230 ming so'mgacha, lekin sizlarda 90 ming so'mlik varianti ham bor. Ha, endi bunimizni materialni aytib ketamiz-da. Usta aka, bunimiz nechiga necha? 6 ga 6 aka. Qalinligi? Qalinligi 3.6 bo'ladi. 3.6 bo'ladi. O'rta va kashaklarichi? Ular qalinligi 0.4 bo'ladi aka. Ya'ni 4 mm bo'ladi. Ha. Uzunligi bez ustun necha metrgacha turadi? Yakkali holatda aka 10 metrgacha qo'yib beryapmiz. 10 metrgacha. Aha. Agar qo'sh 4 talik qiladigan bo'lsak, 13-14 metrgacha qo'yib berilyapti. Ha, uni haliga nima dedi? Regelda uni tashlatsa ham bo'ladi. Regelda zakonli bo'ladi. Uni xohlasin 9 metr, 5 metr, 10 metr ham tayyorlab beradi. Bundan shunday razmeriga aytsa bo'ldi, razmeriga qarab yasab beradi. Gap yo'q. 6 ga 6, 3.6 qalinlikda, o'rtasi esa 4 mm-dagi temir qorilarimiz. Xo'sh, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, burlar mana shunisini ham yoritib berib ketaylik. Aka 5 ga 4 bunimiz qalinligi 2 mm. Aha. Shuni qori qilib bersangiz qanchadan to'g'ri keladi? Buni qori to'g'ri firma qilib bersak 90 ming so'mdan qilib beryapti. Ya'ni 90 ming so'mdan mana shu holatda bitadi. Qalinligi 2 plus bo'ladi. 2 plus bo'ladi. 2 plus bo'ladi. Tushunamdi. Xo'sh, 90 ming so'mligini ham ko'rsatdik. Bularimiz nimaga ishlaydi? Bu ustunga aka. To'qilish varianti, buni bir-biriga juplaymiz 40 ga 40 qilib. Ha, necha metr balandlikgacha qo'ysa bo'ladi? 6 metr, buni balandligini 10 metrgacha qo'yib berilaveradi. Ya'ni bu yig'ilganda 40 ga 40 ustun bo'ladi. Konteynerda lagasi 4 mm qalinlikda. Ondan shunaqa. Bunimiz qanday hisoblanadi? Shu dona bes hisoblanadi? Metriga bo'ladi. Qanchaga to'g'ri? 250 mingdan shisha 1 metr. 40 ga 40 bo'lgan ikkitasi bitta bo'lsa 250 ming so'm. 250 ming so'm. Kraska qilib bersangiz qanchadan to'g'ri? Kraska qilib bersak 20 ming so'm qo'shilib qoladi. 20 ming so'm 1 metrga qo'shilib qoladi ekan. Tushunarli. Usta aka, masalan, bu yerda qorin to'qib va olib borib kelishilgan narxda ustanovka ham qilib beraverasiz. Qilib berilaveradi. Eng arzon firmamiz qanchadan to'g'ri keladi? Eng arzon firmamiz 4 ga 4 dan bo'ladi, 100 ming so'm chiqadi 1 metr. 100 ming so'm. Bez ustun tursa necha metrgacha qo'yish berasiz? 10 metr, 12 metrgacha xotirjam qo'yaveramiz. Shifer Profinancening farqini ko'taraveradi. 10 metr, 12 metrgacha bez ustun turadigan firmalarimizning narxi 100 ming so'mdan ekan. Ya'ni bizning qalinligi 1.8 bo'ladi. 1.8 bo'ladi. 2.2 qilib berishimiz ham mumkin. Zakazga qarab, sal qimmatroq bo'ladi. Ha, bularimiz nechiga nechidan qilyapti? Bularimiz 6 ga 4 dan bo'lyapti, 15,5 metrga bez ustun bo'lyapti. 15,5 metrga bez ustun ko'taradigan firmamizni ko'rib turibsizlar. Buni foydali tomonidan aytib ketaman. Ichi ham, tashi ham zavodskiy kraska. Ya'ni naves qilganingizdan keyin tuman desa qo'rqinchlar joyiga olasiz. Chomchaga zanglamaydigan bo'ladi. Bunimiz profilini qalinligi 2 plus bo'ladi buniki ham aka. 6 ga 4. Ha, demoxodlik orqali sarflanadi. 16-15 metrgacha qo'ysa bo'laveradi. Narxi 135 ming so'mdan qilib beryapmiz aka. 135 ming so'mdan 1 metrini, ya'ni ketyapti turgan usta haqisi shu holatga kelish, material bilan birga. Tayyor holati 135 ming so'm bo'ladi. Firmani 1 metri. Tushunarli. Endi ustaga olib borib ustanovka qilib beringizda qanchadan to'g'ri keladi? Ustunovkasini holatiga qaraladi aka. Misol devori bo'lishi mumkin, ustuni bo'lishi mumkin. 30 mingdan 55 ming, 60 ming atrofigacha boradi. Holatiga xonadonning tomini ham, bir kvadratini ham shunaqa yopishtirib faqat mana figuralariga qarab aka. Ha, bunga alohida pul to'laydi. Shifer profilasidan olib berasizlar. Usta haqlarini o'zi 30 ming so'mdan 35 ming so'mgacha. 55 ming so'mgacha. Ha, agarda hamma yo'q o'zlaridan bo'lsa, u ham kelishaveradi. Unga ham kelishaveradi. Xohlasa kvadrat, xohlasa firmani metri, xohlasa общий договор qilinadi. Men misol chiqyapti shunaqa odamlar. Men hech narsa qilmayman, shu joyimda bitirib ber deydigan odamlar chiqyapti. Ya'ni yugurdan zerikkan akalar. Ishlari ko'p bo'ladi. Hattoki pustoy yerda o'zini ko'rsatib bersalar ham, naves qilishi va keyin o'sha yondog'ish bir narsa bo'laveradi. Hamma yo'qinlar. O'sha 90 ming aytgan variantimiz aka mana. Necha metrgacha qo'ysa bo'ladi? 5 metr, 6 metrgacha bo'laveradi hozir. 5 ga hozir 4. 5 ga 4. Aha. 30 sm. Bu ham xuddi shu 25 dan 38 gacha narxi bir xil. Bir xil. Xo'sh, ustaga bunimizni material nechilik?
Qo'limizga aka 5 ga 10 bo'ladi. Aha, Qalinligi 308 bo'ladi. 308 ikkala tevapasi, Aha. o'rtasichi. O'rtamiz laga bo'ladi. Qalinligi 4, 12 ga 4 shvilli. Necha metrgacha beztun qo'ysa bo'ladi mana shu? Buni aka hozir mana shu yasalganimiz 26 metrga yasayapmiz. 26 metr beztun turadi. Faqat ikkala chekkasida bo'ladi. Xuddi shunday. 1 metr qanchadan to'g'ri keladi? 1 metrini 200 ming so'mdan qo'yardik aka. 200 ming so'mdan 26 metrgacha javob sinovdan Xudo o'tgan. xolasa inshaalloh aka. Aha. Sinovdan o'tgan zavodlarni ham qilib berdik Qo'qonga o'zimizga. Zo'r. Bularimiz-chi? Bularimiz ham narxi bir xil. Buni 23 metrga qilyapmiz. 23 metrga 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan. Bundan ham arzon varianti bo'ladi, hamma joyda agar lagadan bo'ladigan bo'lsa. Ha, lagadan bo'ladigan bo'lsak 180 ming so'm qilib beryapmiz. Ichi ham, tashi ham polni laga bo'ladi. Tushunarli. Usta endi buni masalan bez ustun necha metrgacha qo'ygansiz? Eng uzuni. Eng uzuni 25 metrgacha qo'ydik. Yo'q, o'zingiz nima deysiz? 30 metrga qo'ydik. 30 metrgacha naveslar yopib bergansiz bu- bez ustun. Buni tagida qo'sh xorim bo'ladi. Ha, tevasi firma bo'ladi. Ha. Tagi xorili bo'ladi, dvoynoy Ha, bo'ladi. jicha qimmatroq chiqadi uni metri. Uni metri qancha? 350 ming so'm chiqadi. 350 ming so'm. Kraska qilib bering desa qancha qo'shilib qolishi? 20 ming so'mdan beraveradi. 20 ming so'mdan qo'shilib qolishar ekan har bir metriga. Ya'ni buni kraska qilsa ham bo'laveradi. Endi ko'rinib turadigan joyga Ha, shunaqa. qis qilish kerak. Ko'rinmaydigan bo'lsa shart bas. Misol katalog qilmayman, yopmayman deydigan bo'lsa, kraska qilib beryapmiz. Chiroyli yangi metalga o'xshab, bundan ham a'lo ishlayapti. Tushunarli. Xo'sh, значит, sizda eng arzon firmalarimiz 100 ming so'mdan boshlanib 350 ming so'mgacha joyiga qarab turib, materialiga qarab turib va chiqarib beraverasiz. Ya'ni ishlarga xudo xolasa garantiyalar beriladi. Javob beriladi aka, unaqaligi nima bo'lmaydi. Ha. Tushunarli. Manzilimiz o'sha eslatib ketamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod, Kaminterin qishlog'ining shuni yonginasidan Qoratepa qishlog'idan bo'lyapti. Konteyner mahsulotlaridan tom yopish xizmati. Xohlasalar hamma yo'g'ini olib borib akalarimiz yopib berishadi. Xohlasalar hammasiga alohida pul sanashlaring mumkin. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab aka. Ha, agarda navesi masalan 3 metr, 4 metr, 5 metrgacha bo'lsa, mana bundan foydalansa ham bo'laveradi. Bo'ladi aka. Nechiga necha bunimiz? Bu 10 ga 15 profil, qalinligi 4 bo'ladi aka. Ya'ni ustunlikka, ustaga. Ustunlikka mana ko'rib tursa, mana shuni o'yib qo'ygan shayga firma xori tushadi, ustaga. Xori tushadi chetga. Bularimiz metri qanchadan? 125 ming beryapti. 125 ming so'mdan tayyor ustunliklar, ha? Tayyor ustunlik bo'ladi. Mana shu holatda ulangan tayyor bo'ladi. Ha, brigadalar bor, ha, xudo xolasa. Bor, O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda shunaqangi zavod, fabrika, undan tashqari mol ferma, qo'y ferma, qanaqadir xolodilnik, hattoki xonadonlarni tomlarini ham akalarimiz yopib berishadi. Joyini aytsa, vallahi qilib beramiz aka, O'zbekiston bo'ylab. Zo'r. Bittadan like bosamiz, mana shu akalarimiz hurmatini va mehnatini qadrlab, iloji boricha bukpalarga tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foyda tegib qolishi. Sizlarga rahmat. Salomat bo'lasiz. Alloh razı olsun.